Assalomu alaykum hammaga, yaxshimisizlar, salomatmisizlar? Juda ham ko'p insonlar qanaqa davolaysizlar, nima qilib davolaysizlar deb juda ham ko'p insonlar savol berishyapti. Shu savollaringizga xudo xohlasa javob berishga harakat qilamiz. Keyin yana puli ham necha pul, qanaqa bo'ladi, necha kun bo'ladi savollarga javob berishga harakat qilamiz. Boshqa mamlakatlarda qo'llanilgan usullar orqali, ya'ni bu usulning nomi rezorsiya deyiladi. YouTube'ga rezorsiya desanglar, o'sha boshqa tilda gapiradigan shifokorlar chiqib kelishadi. Bizning maqsadimiz bu chiqqan grijani so'rdirishga qaratilgan. Agar misol uchun siz hozir 30 yosh bo'lsangiz, 60 yoshga borib bu grijasi katarib ketib, yura olmay qolib, yana 60 ga kirganda yurak kasalliklari yoki nimadir, siz kasal bo'lmang. Misol tariqasida aytyapman, chunki shunaqa bemorlarimiz juda sahr qo'shiladi, boshqa kasalliklar qo'shiladi. Qaraganda jon og'rish menimcha hech kimga yoqmasa kerak, o'shani oldini olishga qaratilgan. Metodlarimiz haqida ozgina ma'lumot beraman. Ajibni ana apparatni so'rdirib qo'yam. Yo'q, bu yerda grija o'zi yumshoq narsa emas. Tushunasizmi? Buni so'rdirish uchun kurs lecheniya talab qilinadi va 10 kunda o'zi juda ham katta rezultat bilan chiqib ketishadi. Ma'lumot uchun aytaman, bizda yura olmasa kelgan insonlar alhamdulillah yurishni boshlashgan. Kurs lecheniya hammada har xil, chunki bu grijani razmeriga bog'liq bo'ladi. Kimdadir 2 mm, 3 mm, 4 mm, 5 mm yangi, eski, yumshoq, eskiligiga qarab natija ham sal farq qilishi mumkin. Misol uchun kimdirga misol uchun yaqinda bo'lgan bo'lsa, misol uchun uniki tezroq so'riladi, chem eski grijaga qaraganda. Biz ichkari bilan shug'ullanamiz va keyin tashqariga o'tamiz, karkasga. 15 xil usul orqali biz grijani davolashga biz sizga yordam beramiz. Agar sizda misol uchun kelganingizda shamollash bo'lsa, shamollashni ham davolaymiz. Agar biz shamollash bilmas ekanmiz, agar biz grijangizni davolasak, shamollashingiz baribir bu grijani so'rilishiga, nervlarning vassalangan bo'lishiga juda ham katta xalaqit beradi. Juda ham ko'p insonlar garantiya berasan, nima berasan, bitta narsa tushuninglar. Biz odam bilan ishlaymiz. 31 yoshga kirgan kardiolog, hamma joyi sog'lom inson, yurak doktori kelib turib o'lib qolgan. Biz sababida qilamiz. Sog'lom inson ham ertalab turib o'lishi mumkin, hech kim o'lmasa. No, u mana yerga yozilgan va bizning qadriyatimizga bu to'g'ri kelmaydi. Natijalarimizni ko'rishingiz mumkin. Yura olmasa kelgan insonlar yura boshlagan. Alhamdulillah. O'shaning uchun biz sababni juda ham kuchli qilamiz. 15 yil usul bilan davolaymiz. Bitta apparat emas bu yerda. Har bitta insonga individualniy podxod bo'ladi. Chunki bu grija bitta kasallik bo'lsa, buni chiqishi pravostoro'ni, levostoronniy, sentralniy o'rtaga chiqadi, o'ngga, chapga, hammada razmer xalq. Kimdadir 3 mm, 4 mm, 5 mm, 6 mm, kimdadir 11 mm grija organ bermaydi. Kimdadir 4 mm grija yurg'izmay qo'yadi, tushunyapsizmi? O'shanda hammada grijada razmer har xil, kasallik ketishi har xil. Agar aka-uka grija bo'lsa, ikkalasida ham rezultat, misol uchun kimdadir 3-kun yaxshi bo'lib ketishi mumkin, kimdadir 2-kun, kimdadir 8-kun. Tushunyapsizmi? Hammada har xil bo'ladi. Bu narsalar chet eldan kirib kelgan. Men o'zim nimadir xonachaga kirib olib ixtiro qilmaganman. Biz bu narsalarni boshqa davlatlarda o'rganib olib kirganmiz. O'sha apparatlarni ham chet ellarda zakaz qilib O'zbekistonga olib kirganmiz. Agar sizda grija bezovta qilayotgan bo'lsa, pastga nomer qoldirib ketaman. Maslahatim bu grija cho'zishda maslahat bermayman. Chunki bu grija boshida yumshoq bo'ladi. O'sha yumshoq grija juda ham zo'r so'riladi. Keyin qochishni boshlaydi. 2 hafta oldin bitta bemorimiz operatsiya qildirganlar 1 yil oldin operatsiya qildirgan, yana chiqib ketyapti. Endi men xirurglarni bu yerda ayblamoqchi emasman, prosta bunday narsaki, agar buni o'zida so'rdirsangiz juda ham zo'r. Ularga misol uchun hammani operatsiya qilish o'rnaydi. Operatsiyaga показания degan narsa bor. Operatsiyaga показания qachonki inson o'sha siydigida yoki qo'pol qaytgan axlatida ushlab olmay qolsa, ya'ni o'sha insonga bo'ysunmasa, o'shanda operatsiya qilinish boshlanadi. Biz esa bu operatsiyani olib qolishga harakat qilamiz. Hech kim operatsiya bo'lsin yoki oyoq ishlamay qolsin degan bizda niyat yo'q. Faqat xalqimizga shifo berishga qaratilgan. Bu metodlar, bu usullar har bitta insonga individualniy podxod qilib qilinishni boshlaydi. Lecheniya har bitta insonga individualniy podxod. Joyi keladi, qo'lda kelgancha narxini ham qilib beramiz. Chunki maqsad xalqimizga yordam berishga qaratilgan. Sog' bo'ling, salomat bo'ling. Menimcha qo'lda kelgancha savollarga javob berdim. Bu grijani cho'zib yurishni maslahat bermayman. Biz eshitmada yashirmaymiz. Bizlarni hurmat qilishga sabab insonlar, biz
yashirib yoki za spino yoki hech nima bunaqa ochiqchasi aytamiz. Yolg'on ishlatishni yoqtirmaymiz. Ochiqchasi aytamiz, chunki bizning maqsad o'sha xalqqa yordam berish. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.